so'zlamasak bo'lmaydigan bir qancha mazmun bor. Shu mazmunni men so'zlab o'tay. Bu soat darsimizda biz funksiya bilan tanishib chiqaylik. Funksiya bilan tanishib chiqish uchun biz oldin oldingi soatlarda yoki o'rganib o'tgan funksiyalardan bir qanchani takrorlab o'taylik. Buniki muhim bo'lgan funksiyalardan birinchisi yana isset funksiyasi bo'lsa, shu miqdorniki bar yoki yo'qligini aniqlaydigan bir funksiya. Ya'ni funksiya. Mush soat biz mush soat masalan funksiya orqali to'xtalmoqchi. Hamda ansat bo'lsa, shu miqdorni yo'qotadigan, ya'ni ko'zni yo'qotadigan funksiya. Yani ikki funksiya shu and is type bo'lsa, funksiyaniki tipiga yarashadigan funksiya. Bu get type ga xato yozibman. Get type. Hamda set type bo'lsa, funksiyaniki yoki o'zgarish miqdorininki tipini almashtirish ishlatilgan funksiya. Demak, shu to'rt funksiya bilan biz burun tanishib o'tgan, hamda burun tanishib o'tganlarni bir yoqqa qo'yib, tanishmaganlarni bir tarafga qo'yaylik. Empty bo'lsa, bu funksiyaning roli bo'lsa, yana ma'lum bir miqdorniki quruq yoki quruq emasligini tekshiradigan funksiya. And IBS bo'lsa, matematiklik funksiya, bu funksiyaning roli bo'lsa, ya'ni mutlaq qimmatni yani mesela minus 6'nın mutlaq qimmati 6 chiqdi. Mutlaq qimmatlash funksiyasi. Bundan boshqa floor bo'lsa, butun son yani 4.15, 4.18 degandek sonlarni parchalardan chiqib o'tib butun sonni oladigan funksiya. Ham cell bo'lsa, butunlab bilish funksiyasi, yani o'zidan cho'ng bo'lgan bir funksiyani. Mesela 4.8 ni cell funksiyasi orqali chiqarsak 4.5 chiqadi. Endi floor, cell, IBS, undan boshqa POW deydigan funksiya. Bu funksiyaning roli nima desa, kvadrat ko'tarish funksiyasi. Yani undan boshqa sqrt. Bu funksiyaning roli nima desa, yildizni chiqarish funksiyasi. Demak, biz oldingi soatlarimizda is integer, is float, is string, is double, is numeric deydigan bir patma funksiyalarni o'rganib o'tgan. Biz ularni o'rganib bo'lganlik uchun to'xtab turlaylik. Hozir shu navbatdagi funksiyalarni o'rganib o'taylik. Unda qolsa men eng oddiy qilib o'zgarish miqdoridan birini tug'zay. Uning qiymatini 16 ga teng qilib beray. Ikkinchi miqdor bo'lsa uning qiymatini 13.136 qilib tangshay. Endi mana bir 10 shutlar qachon qolsa xato bilan chiqib ishimiz o'tdi ekan. Unda cell funksiyasini birinchilab cell funksiyasini tanishib o'tay. Biz cell funksiyasini bu bek muhim cell funksiyasi. Keyin men shu batni bo'lish kelganda cell funksiyasi orqali chiqib beraman. Cell funksiyasi bo'lsa o'zini 13.136 bu biyaksani yozmay, sen yazsaqmi bo'ldi amaliyotda. Yoki o'zgarish miqdori ning qiymatini unda o'zgarish miqdor raqdan qilib beray. And equal o'zgarish miqdor chiqsin. Endi men bu yerni saqlab o'tib ijro qilgandan keyin cell funksiyasi bo'lsa 13 chiqdi. Ya'ni cell funksiyasi roli bo'lsa, o'zining bir qadar o'zidan yani cho'ng bo'lgan butun sonni qaytardi. Ya'ni 13.136 bo'lsa, butun o'zining cho'ng bo'lgancha 13 shundami? 13 butunlab olib berdi. Ya'ni 13 butunlab olib berdi. Endi masalan bu yerga cell funksiyasini tanishib o'tib bo'ldik. Cell funksiyasi men qayta so'zlamayman, keyin masalan sondandagi usullarni o'qib betga bo'lgan vaqtida cell funksiyasi ishlatamiz. Shu vaqtda back foydasi bor. Hamda cell funksiyasi to'g'riliq boshqa narsa so'zlab o'tmaylik. Back lozim bo'lsa funksiya PHP funksiya qo'llanmiz deb birini tushirib o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Hamda ikkinchi funksiya bo'lsa floor. Bu funksiya orqali bo'ldi. Buni orqali chiqib baqay. Bu nima chiqardi deganda
hozir 12 bu faqat slashuru biz o'rgangan butunlash usuli. Agarda mavo masalan 66 bo'lgan bo'lsa, endi chiqadigan son boshqacharoq bo'ldi. Necha quda? 13 quda. Yana 12 chiqibdi bu. Faqat kendiki kendik son tashib o'tadi ekan, mavo. Kendik son tashib bilan butunlash usuli. Kendik son tashib bilan butunlash usuli. Demek hozir biz ikki funksiya bilan tanishib o'tdik. Bu ikki funksiya keyin biz bet yana PHP'da sondandagi usullarni o'qib betga bo'lgan vaqtida bu ikki funksiya nihoyat asqatudi. Endi undan boshqa biz matematik funksiyalar bilan tanishaylik. ABS bu bo'lsa mutlaq qiymat oldigan funksiya. ABS. Endi konsul aslini bilsab ijro qilgandan keyin buning o'zining qiymati chiqadi. Agar navbat kerak biz shuni minus hozir ma'lum ekan minus qilib qiymatini minus qilayotgan xolasida bu buning qachonlagan qiymati yana plus chiqadi. Chunki nima desa bu degan mutlaq qiymat qachonlagan funksiya. Hamda po bo'lsa qanday funksiya deganda bu kvadrat ko'taradigan funksiya. Ammo buning kvadrat ko'taradigan funksiya bo'lgach parametrdan ikkisi bo'ladi odatda. Ya'ni masalan po masalan miyaga men bo'ldi 10 da 10. Ya'ni 10ning ijrosi pek yo'qolib ketdik. 10ning ikkinchi ijrosi ham 100 chiqdi-ku. 100 chiqdi. Ya'ni 10ning kvadrati degan gap. 10ning kvadrati 100 chiqdi. Hamda biz bir qator funksiyalarni tanishdik. Hamda sqrt bo'lsa yildiz funksiyasi buni men bu yerga shunday qilib yozay. Sqrt yozdik. Yildiz funksiyasi. Bu yildiz funksiyasi masalan si 16 ni 7 chiqarsak ne chiqadi? 4 chiqadi. Ya'ni yildiz chiqarish funksiyasi. Biz shunday ko'plagan funksiyalarni tanishib o'tdik. Aram topmayman funksiya o'rgandik zodi. PHP'da nima ish qilasiz desa, birinchi qiladigan ish funksiya o'rganish. Ikkinchisi shu o'rgangan funksiyani ishlatish. Biz faqat bu PHP boshqa qiladigan shu aram topmay funksiya o'rganamiz, funksiyani ishlatamiz. Shu o'rgangan funksiya orqali masalani bir taraf qilamiz. Zot qiladigan ishimiz funksiyalar bilan bo'ldi. Funksiyani aralab biz bir ish qilmaymiz. Endi biz demaklik shunchalik funksiyalarni o'rganibdik. Endi biz shu yozib qo'ygan, boshqalar yozib qo'yganlar ishlatib, boshqalar ta'minlab berganlar biz ishlatib o'zimiz funksiya tuzilamiz deganda PHP mo o'xshashdan o'zimiz yana ishlatgichlarning o'zi funksiya yozib ishlashi bo'ladigan programmalar ilashtirgan birisi. Unda bo'lsa biz kerak soatdan boshlab o'zimiz funksiya yozib shuni amalashtirishni o'tib boqaylik. Bu soat darsimiz mishad oxirlashdi. Biz bu soat darsimizda funksiya yozish, funksiyalarni to'xtalib o'tamiz. Funksiyani aniqlashning usuli bo'lsa, birinchi function. Ya'ni function degan so'z shu. Ya'ni funksiya degan ma'noda. Undan keyin fun name, yana funksiyaning ismi keldi. Undan keyin bo'lsa, funksiyaniki tirnoq ichida parametrlar keldi. Undan keyin bo'lsa, parametr keldi. Ya'ni funksiyaning parametrlari keldi. Bu yerga bo'lsa funksiyaniki ijro qilgan, ya'ni funksiyaning ixtiyor keldi. Endi men dars o'ziga vaqtida ko'p o'quvchilar muallim funksiya degan nima? Men funksiyani tushunmadim. Faqat tushunmadim deydi. Bu funksiya boshqa narsa emas. Biz matematika vaqtida eng oddiygisi y tang x ning kvadratini o'rgandikmi? Shuni o'rgandik. Y tang x ning kvadrat degan shunda bir funksiyalarni o'rgandik. Yana undan boshqa sinus, kosinus funksiyalarini o'rgandik. Bu funksiya deganimiz faqat ma'lum bir ixtiyorga ega bo'lgan programmadan tuzilgan bir jarayondan iborat. Masalan, boya biz o'rganib o'tgandek mutlaq qiymatga turadigan ixtiyor nima? Masalan, bu ABS. Ixtiyor bu bir funksiya, mutlaq qiymatga turadigan funksiya. Demak, funksiya bo'lsa, cho'qim uniki bir ixtiyor bo'lishi kerak. Ixtiyor bo'lmagan funksiyani hech kim ishlatmaydi. Funksiya deganimiz ma'lum ixtiyorga ega bo'lgan kodlar to'plamidan tuzilgan bir program deb tushunsanlar bo'ldi. Ya'ni funksiyaning ma'lum bir ixtiyori bo'ladi. Xuddi kosinus bo'lsa, buniki ma'lum bir qiymatni, ma'lum bir jarayonni aylantirib chiqarib bergandek nam ish. Endi men
qanday funksiya tuzaylar eng oddiy qilib bir qo'shilgan funksiyani bir tuzaylar bu funksiyaga ism belgilash ismni siz nima desangiz mayli ammo ismni belgilagan vaqtda bundaq bir belgilama bor buning oldiga dollar belgisi qo'ymanglar dollar belgisi qo'ymanglar bu funksiyaning nomi burada aldığı her daim fonksiyon kilamda degende fonksiyon iniqliğe vaqtida her daim aldığı fonksiyon qo'yamiz bu fonksiyon iniqlashninki ochiqlik so'zi fonksiyon degan endi fonksiyaning nomi kelganda birinchilab biz qo'sh funksiyasini bir nuguna qo'sh ana qo'shilgandan keyin cho'qim ikki tal parametr bo'ldi ya'ni a qo'shilgan b deymiz g'oy ikki tal parametr bo'ldi ekan unda qo'shman ikki tal parametr alay a b hamda bu yerga a bilan b'ni qo'shdik a bilan b'ni endi shunaqlam yozib qo'ysak bo'ladimi deganda bo'lmaydi chunki bu faqat parametr qabul qildi endi funksiya rasmiy ixtiro kelgan vaqtida biz ism yozmasak bu ismni ijro qilmaydi bizga endi masalan a bilan b'ni qo'shib qochirib beradigan bir tal qimmat bo'lishi kerak ekan unda man yana o'zgarish miqdorini b'ni alay o'zgarish miqdor c deganimiz teng bo'lsin o'zgarish miqdor a qo'shilgan o'zgarish miqdor b buning teng bo'lsin hamda qanday qilamiz desak bu qimmatni shunday qo'shib qo'ydik bu qimmatni qaytarmasak bo'lmaydi qaytarish jumlasi bo'lsa return bo'lsa jumla qimmatni qaytarish jumlasi faqat va faqat birlam qimmat qaytara oladi ya'ni return orqali return a return b return c desakmi faqat birlam qimmat qaytardi unda ko'p qimmat qaytarolmaydi return bo'lsa qimmat qaytarish jumlasi ya'ni shu qo'shni yo'tkab ishlatgan o'rniga qimmat qaytarish jumlasi deb tushunsanlar bo'ldi endi man shu funksiyani aniqladim endi funksiyani yo'tkab ishlatib boqay masalan bu yo'tkab ishlatsa faqat ismini atablikka qo'ysak bo'ldi xolos masalan o'zgaruvchi miqdor d deganimizni teng qilib qo'shish nechini qo'shib birlar 10ga 45 ni qo'shib biray 10 45 ni qo'shib birlar shundoq bir yo'tkab ishlatsak bo'ldi endi equal 10ga 45 qo'shib olsak 55 qo'y 55 equal parameter d bo'ldi shu bir jumlamiz oxirlashdi buni ijro qilay 55 yana 10ga 45 qo'shib endi keyingi natija bo'lsa 55 endi return jumlasini men tushuntirib qo'ray return jumlasi bo'lsa dal shu parameterni biz shu funksiyani o'tkab ishlatgan o'ringa qimmatni qaytarib beradigan jumla return jumlasi bu returnni biz burada funksiya orqali qilsakmi bo'ladi yani bunday tirnoq ichiga yozsak ammo biz odat ishlatgan vaqtida unda ishlatmaymiz mushtaqlar holatda ishlatamiz shu eng mukammal eng to'liq eng ko'p ishlatishni bilsa demak biz qo'shish funksiya hozir qo'shish bir tal funksiya tuzib chiqdik endi men ilish tuzib chiqay biz bu funksiyani biz mishagroq yozaylik function ilish yana shu function ilish bo'lsin ilish funksiyasini tuzib chiqaylik bularni o'xshashlam ikki tal miqdor ketadi ekan bu yerga o'zgarish miqdorini 2 ni xohlagancha olsak bo'ldi nima desak mayli bularda xohlagancha qo'yaversak bo'ladi o'zgarish miqdorini buning yana bir tal o'zgarish miqdorini birini olib qo'yadi chunki nima ish qilsin bu mishalki olgandagi qimmatni o'zida saqlab tursin hamda bu yerga ilish belgisi yana andan man oldim undan ikkinchi qaytaramiz qimmatni qaytaramiz return jumlasini rolni men bayat so'zlab o'tdim return jumlasi bo'lsa funksiyani qaytalab ishlatgan o'rnidagi yerga qimmatni qaytaradigan funksiya chiqibdi hamda biz funksiyani yozib qo'yib tatib buni ishlatmasak bu ishlaydi yani biz uni tatib ishlataylik masalan bu yerga men ma'lum bir miqdor
Mishega men bir tal hamda ilish boqach mana biz shunaqla tatbiqlab demak funksiyani tatbiqlab ishlatdik. Funksiyani tatbiqlab ishlatdik. Bu yerga funksiyaning nomi bo'lsa ilishni yozdim. Biz bu yerdan balki manfisan chiqib qilish mumkin. Manfisan bo'lsa hech ish yo'q. Buni tatbiqlab ishlatay. Yana nima deganda biz ilish funksiyasi tatbiqlab ishlatdik. Endi bu natijaga qarab boqaylik. Demek 55 dan 55 10'dan 45'ni alsak minus 35 demek bu qo'sh ilish funksiyasini yetishimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi biz mushlatda funksiya orqali to'xtalgach biz tixmi aniq to'xtalaylik. Hamda bu saat bu vaqtimda hamda ko'paytirish funksiyasini yozib chiqaylik. Function köpəyiş deb qo'yay. Oddiy bo'lgan funksiyalarni biz bunda bir kalimiz ishlatib turib tuzab chiqaylik. Masalan, o'zgaruvchi miqdor s bilan o'zgaruvchi miqdor c ikkisi ko'paysin. Bu yerga ikkisini ko'paytgandiki natijani saqlab turadigan bir o'zgaruvchi miqdor r deb birini turg'izdim. Nima uchun meni turg'izdingiz desa, men faqat o'sha o'zgaruvchi miqdor s bilan o'zgaruvchi miqdor c ni ko'paytgan vaqtda shu ikkisining ko'paytmasini saqlab turadigan bir boshqa birini hosil qildim. U ismi r deb tushunsanglar bo'ladi. Hamda s ko'paygan c. Endi bu yerga o'xshash return jumlasi. Bu return r. Bo'ldi. Bu asosan tugida endi faqat bizningki yo'tkab ishlatishimiz bilan qoldi. Ya'ni masalan t deganimiz ko'paytirish nechini ko'paytiraylik endi bu vaqtda. Ko'paytirish. Dalmush. Ko'paytirish. 10'ga 2 ni ko'paytiraylik. 2 ni. Hamda chiqardik. Chiqargandan keyingi ijrobatga natija qilaylik. Alsak 10'ga 2 ni ko'paytirsak 20. Endi buni bundaq ishlatishdan boshqa yana bundaq ishlatish mumkin bo'ladi. Masalan, o'zgaruvchi miqdor r deganimiz tang 7. O'zgaruvchi miqdor y deganimizda 4. Bunda qilib bu yerga o'zgaruvchi miqdor r bilan o'zgaruvchi miqdor yina parametr qilib hisoblash bo'ladi. Yana shunday qilib ishlab bersak-mi biz natijaga o'xshash erisha olamiz demakchi. Masalan, buni saqlab ijro qildim. 7 ga 4 ni ko'paytsak 28 to'g'ri chiqdi. Demak bizningki ko'paytish funksiyalarimiz ratga chiqdi. Endi biz qo'shish ilish ko'paytirishni qilib bo'ldik. Bo'lishni qilyapmiz. Masalan, shunga men bo'lish funksiyasi bilan yozay. Bo'lish. Function. Ardama function unutib qolmanglar. Funksiyani aniqlagan ishlatildi shu. Bo'lish. Faqat buning funksiya degandeklar mana shu xudo. Boshqa bir odat yo'q. Birinchisi yana o'xshash ishtal bir nim belgilaymiz. Bu nim bo'lsa bo'laverdi. İxtiyor osonlar bo'ldi buni. Hamda bu yerga ma'lum bir o'zgaruvchi miqdordan birini olay. Tang bo'lsin. Birinchisini ikkinchisiga bo'ldigan. Return
Bo'ldi. Hamda faqat tatbiqlab ishlasak bo'ladi. Endi esinglar bo'lsin, biz hozir mana function, ya'ni bo'lishni biz miyaga yozdik. Buni biz siz ustiga bir tatib ishlasangiz bu ishlamaydi. O'tkab ishlasak o'zgaruvchi miqdor d bo'ldi boshqa qanalda f 20 tang bo'lsin. Ham bo'lash nechini bilaylar. Bu ixtiyoriy bos bo'ldi. Masalan 100 ga 100 ni 10 ga bilib biray. Undan keyin bu yerdan men buni f qilib saqlasam, saqlatib ijro qilsam, ham 28 bo'lsa, boyaqa ko'paytgangisan 10 bo'lsa, hozir bilgangisan. Demak bizningki ko'paytish, qo'shish, ilish, ko'paytish, bo'lash degan mushtaq funksiyalarni o'zimizniki tuzib chiqishimiz loyiqatlik bo'ldi. Birinchi funksiyalarni aniqlagan vaqtimizda biz har doim function ochiqlik so'z bilan aniqlaymiz. Ikkinchi cho'qim funksiyaning ismi bo'lishi kerak. Ismini yozgan vaqtimizda kichik yozamiz. Kichik inglizcha yozamiz. Beshig'a faqat harf bilan lakin yozib boshlasak bo'ladi. Eng yaxshisi funksiyaning ismi qisqaroq tushunishlik bo'lsin. Ikkinchisi funksiyaning parametri. Funksiya parametri yo'laganda parametrniki miqdorini biz o'zgaruvchi miqdor qilib yo'llaymiz. O'zgaruvchi miqdor qilganda ismini yozgan vaqtida o'zgaruvchi miqdorni ism qo'shish qoidasi bilan o'xshash parametri. Uchinchisi bo'lsa return jumlasi. Return jumlasi bo'lsa qiymat qaytarish jumlasi hisoblanadi. Ya'ni bu funksiyani ishlab tatib ishlatgan o'ringa funksiyaning qiymatini qaytarib beradigan jumla. Return bo'lsa qaytarish jumlasi. Ya'ni buni ctl bilan ctlganlar obdan xudo returnni. Demak bizniki funksiyani o'zimiz yozishimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Funksiya haqida biz qayta to'xtalmaymiz. Shu yerda o'tgan funksiya haqidagi ma'lum bilimlar shu yerda oxirlashdi. Bu soat darsimizda biz PHP'dagi chiqarish jumlalari bilan tanishib o'taylik. Chiqarish jumlalari. PHP'da biz sizlar jiqroq o'rganganlar, ya'ni nima bo'ldi desa, odatda bir echo jumlasi bo'ldi. Ya'ni chiqarish jumlasining orasida birinchisi bo'lsa echo jumlasi. Echo jumlasi bo'lsa biz doimo qo'llangan jumlalardan birisi. Ikkinchisi bo'lsa ctldagi printf yoki print jumlasi. Bo'ldi. Print jumlasi. Uchinchisi bo'lsa printf jumlasi. To'rtinchisi bo'lsa printf jumlasi. Demak, bu 4 jumlani biz bu soatda tanishtirib so'zlab o'tamiz. Jumlaniki birinchi jumla bo'lsa echo jumlasi. Echo jumlasi bo'lsa odatda bu asli jumla emas, ya'ni funksiya bu. Aslan yozilsa mana bunday qiladi. Echo bunday qilib bu chiqarish. Aslida bunday bir funksiyadir. Keyin buni qisqartirib bo'lmuş o tırnaqni ilvatgan. Bu tırnaqni ilvatsak bo'ldi, amma ashuna qilsak bo'ldi. Qani qalsanglar shunda qilsanglar. Bu chiqirchimiz. Buni echo jumlasiningki qachrim qiymati yo'q. Birinchi, eng yaxshiroq qachrim qiymati yo'q. Yana qiymat qatmaydi. Surat mushu echo jumlasi suratda boshqa mush 3 jumla qolganda surati tez. Chunki nimishqa degan qiymat qatmag'achqa surati bir qadar tez. Ikkinchi jumla bo'lsa printf jumlasi. Printf jumlasining qachrim qiymati bor. Printf jumlasi muvaffaqiyatli holda batuzga urib chiqarsa birini qaytardi, muvaffaqiyatli bo'lmasa ya'ni false qaytardi. False deganimiz shu nol shu. Hamda uchinchisi bo'lsa printf funksiyasi. Mana print fms printf emas. Print. Hamda qilgan bo'lsa printf. Bu jumlaning bu qaytarilgan qiymati bor. Ya'ni muvaffaqiyatli urib chiqarsa birini qaytardi, muvaffaqiyatli bo'lmaganda false qaytardi. Ammo bu funksiyaning
yaxshi nada desa, yani formatlashtirib chiqish qo'laydi. Formatlashtirib chiqishni qo'llaydi. Ham to'rtinchisi bo'lsa, bu bir qadar aspirant deb. Bu cümle bo'lsa faqat va faqat ichki saqlovchilar bor burada. Ya'ni biz chiqarmoqchi bo'lgan jumlalarni ichki saqlovchi olib shu yerda saqlab turdi. Bet yuziga pivas urib chiqarmaydi. Uni chiqarish uchun equal jumlasini ishlatib chiqaramiz. Masalan, equal aspirant deb amaliyotga kelgan jumla. Shuna qilib chiqaramiz. Biz shu to'rt funksiya bilan qisqagina tanishib o'taylik. Birinchi jumlamiz bo'lsa equal. Ben çıktım. İkincisi olsa printf. Print. İkincisi olsa print cümlesi. Ben çıktım. Oldu bir yere. Sen çıktın. Üçüncüsü olsa printf. Yani printf cümlesi formatlashni qo'llaydi. Bir yaxshi formatlashni qo'llaydigan yeri yaxshi. Yani bir yerga tanlamışa azroq xatolik bor. Printf cümlesi. Men bir yerga beyfunga percent belgisi dikasın. Yani bunu 5 saat ders sözledim. Yani bir yerga peş ben bir 45 koyup buraya. Anondan keyin bunu axlaştıray. Hem de printf aspirant. Aspirant cümlesini bilsek, bu her daima ichki saqlovchilar aprib aspirant. İchki saqlovchilar aprib saqlaydi. Bet yuziga urib chiqarmaydi. Cut. Kesdim kesib olay. Yani ben bunu saqlayotdim. Saqlayotgandan keyin yurgizsam. İlk cümlesi orqali men chiqdim. Print orqali sen chiqding. Printf orqali men 45 soat ders sözledim. Biz meni qaydaga olsak printf dal shu printf cümlesiniki formatlashtirib chiqarish yo'li bor. Ya'ni bayfga bu yerdagi 100% d belgisi bo'lsa, ya'ni integer. Ya'ni butun son tipni chiqardi. Agarda b bo'lsa, ikkilik sistematik sonni chiqardi. Masalan, 45 ni ikkilik sistematik sonda nima deb oladi? Men ashuni bir chiqarib baqay. Ctrl S bilan saqladim. Endi yana demak 45 ni ikkilik sistemada mushunday ifodalaydi ekan buni. Demak, bizningki equal jumlasiningki aspirantf bet yuziga chiqmaydi. Eng oxirida men chiqmayman degan bor. Bu men chiqmayman deganimiz oxirida chiqmagan. Nima chiqmagan deganda bu faqat shuni olib ichki saqlovchiga olib saqlab turdi. Bet yuziga chiqarmaydi. Endi bet yuziga chiqarman desak, miyaga emas, equal jumlasini bunday qaytib berishimiz kerak. Endi bet yuziga chiqadi. Men chiqmayman deganimni oxiriga ulinadi demakchi. Oxiriga yani men chiqmayman chiqdi. Nima chiqdi deganda ichki saqlovchini tortib chiqib uduq biz. Endi buning orasida equal jumlasini qadrdagi qiymat yo'q, surati entities. Hammasi qolgansiz. Printf jumlasiniki bo'lsa qadrdagi qiymati bor, surati astroq. Aspirantf funksiyasi bo'lsa qadrdagi printf funksiyasi bo'lsa qadrdagi qiymati bor.
yaxshi yere formatlashtirib chiqarishni qo'llaydi. Aspertaf jumlasining bo'lsa faqat va faqat sperni ishga saqlovchi apurib saqlab turdi. Bevas batüziga urib chiqolmaydi. Bevas batüziga urib chiqarish uchun ego jumlasini birlashtirib ishlatishga to'g'ri keldi. Bizniki chiqarish jumlasi haqida to'xtalishimiz shunchalik bo'lsin. Chiqib qo'shlarında chiq bir narsa o'rganamidoq degandek azroq gap so'zlab qoldi. Shunga men asal bir chiqroq bir narsa o'rganib olsin degan maqsadda ma'lum so'zlab o'tdim. Chiqarish jumlasi haqida shunday to'xtalamiz. Demak bizniki funksiya haqidagi funksiya va kontrol qilish qurilmasi haqidagi bilimlarimiz mushu yerda rasmiy oxirlashdi. Biz 6-bob bilan umumyuzlik oldi oxirlashdik.